Video avvalo sizlarga Bohirchi Gaming kanalini tavsiya qilib o'taman. Kelinglar unga 1000 ta obunachi bo'lishiga yordam beramiz va videolarga like bosamiz. Mod obzorlari va boshqa mavzudagi videolarni uning kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Va albatta mendan salom aytib qo'ying. Ссылка описаниеda va kommentariyada. Bugun har xil qurollardan o'q otib ko'ramiz va mashina haydaymiz. Bu kim bo'ldi yana? General bo'lsa kerak. Kelaman degandi, balki shudir. Yana bilmadim. Bazaga qaytganda bilib olamiz. Tezkor xabar, agar keyingi video tezroq va qiziqroq chiqishini istasangiz, hozirroq obuna bo'ling, like bosing va kommentariy yozing. Shunda sizlarga kafolat beramanki, keyingi video qiziqroq va tezroq chiqadi. Ha, menga ishonaveringlar. Bo'ldi, ketdik. Yuk mashinamizning orqa tarafida vintovkalar bor, olib kel va branya uchun stoyka hamda niqoblarni ham. Xo'p bo'ladi, hozir olib kelaman. Hammaga salomlar, sizlar bilan men Dermanman va men Minecraft youtuberman. Shuni bilasizlarki, meni safarbar qilishdi va mana hozir yana qanaqadir mashqlarni boshlayapmiz. Umid qilamanki, meni komandir eshitib qolmaydi va bu yerda armor stand, o'qlar va vintovkalar ajoyib. Va niqoblar ham bor, lekin niqoblar nima kerakligini bilmadim, hayronman. Hammasini olamiz, kerakligi aniq. Niqoblar va stoykalar 6 ta ekan. Okey. O'rtoq komandir, hammasini olib keldim. Nima qilay endi? Endi ularni o'rmonga ana yerga taxlab chiq. Nega ketib qolding? Bularnimi? 6 ta va niqoblar ham bor. Niqoblarni esa kiydirib chiqasan. Xo'p, tushundim. Shu yerda bo'ladimi? Albatta. Okey. Mana shu yerga hozir qo'yib chiqamiz. Menimcha shularni mo'ljalga olib o'tsak kerak. Tushunarli. Bu yoqqa bittasi, bu yoqqa bittasini o'z orqa qo'yamiz. Yana bittasini mana shu yerga qo'yamiz va bunisini yoqqa qo'ysam ekan. Chekaraga qo'yib qolaman. Qayergadir shu yerga bo'ldi. Yaxshi, ajoyib. O'rtoq komandir, aytganingizni bajardim, hammasi tayyor. Yo'q, 100% bajardingmi? Niqoblarchi? Generous niqoblarni unutib qo'yibman. Hozir bularni olib qo'yay, hozir hammasini qo'yib kelaman. Faqat tezroq, chunki RPGdan ham o'tishimiz kerak. Ajoyib. Hozir 1 daqiqa hammasini joylab olaman. Bo'ldi. Ikkinchisi, endi esa uchinchi. 4, 5 va 6-chisini hozir kiydirib qo'yman va bo'ldi. Yaxshi. Ana, endi hammasi tayyor. Vintovkani va o'qlarni ol. Xo'p bo'ladi, o'qlar shu yerda. Mana SVD, mana pritel o'rnatilmagani va pritelisi. Otishim kerakmi? O'qlay olasanmi? Albatta, darsda o'tirganimizda ko'rgandim. Xuddi AKMdek o'qlanadi, to'g'rimi? Yaxshi. Yana ozgina va bo'ldi, tayyor. O'rtoq komandir, otishim mumkinmi? Albatta otishim mumkin. Mo'ljalga ol va hammasini bittadan ot. Vintovkada 5 tadan o'q, mo'ljali esa 6 ta. Yaxshi. Birinchisi tayyor. Ikkinchisi mana shu bo'la qolsin, yaxshi. Uchinchisi, tegdi. 4 juda ham uzoqda va bo'ldi. Seni snayperlikka olamiz. Yaxshi. Men qarshi emasman va hozir Generson. Hozir mo'ljal o'q tugab qoldi shekilli. Hozir o'qlab bo'laman va bo'ldi. Oxirgisi ham tayyor. Ajoyib. Endi bor hammasini joyiga qaytarib qo'yib chiq. Shunaqami? Xo'p bo'ladi. Bunisidan ham o'tasan, faqat joyiga qo'yib chiqaman ularni. Xo'p bo'ladi. Bularni sizga berib ketaymi? Yo'q, turaversan o'zingda. Xo'p bo'ladi, unda hozir hammasini joyiga qaytarib chiqaman. Umid qilamanki, hech qaysi sinib buzilib ketmadi, lekin menimcha aynan shunga mo'ljallangan va hech narsa qilmaydi bularga. Qiziq qolganlar qanday o'tarkan? Masalan, Leo Vinsni ham otishini tomosha qilgan bo'lardim. Yaxshi. Ajoyib. Endi bunisini tayyor va qolganini ham qo'yish kerak. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Vins yaxshi otarmikin yoki Leo? Menimcha ular mendan avval kelganlar uchun mendan ham yaxshiroq va tezroq otishsa kerak. Bo'ldi. Buni endi qayerga qo'ysam ham bo'lishi yerga qo'yaman. Chunki uzoqqa qo'yishdan naf yo'q. Baribir pritelsiz otsam. Bo'ldi, o'rtoq komandir, otishim mumkinmi? Qo'lingga ol. Hozir bo'ldi, oldim. O'qla. Yaxshi, hozir tayyorlanib bo'lay. Bo'ldi. Hozir otishni boshlayman. Boshlayver. Yaxshi, uni ustidan boshlaymiz.
tegdi. Ikkinchisiga yaxshi. Uchinchisiga yaxshi. Xo'sh. 4, 5 va Jinarson o'q tugab qoldi. Mayli, hozir uxlab olay. Bo'ldi, tayyor. Ot. Xo'p bo'ladi, o'rta komandir va mana tegdi. Ajoyib. Endi qurollarni menga berib o'rin almashasizlar. Bularni qo'yib kelishim kerakmi? Albatta, bo'la qol. Yaxshi. Do'stlar, bilasizlarmi, bizda juda ham ko'p mashqlar bo'ladi va o'zingiz istagan mashqni yozib qoldirishingiz mumkin. Harbiy mashqlarimizni shunda men o'shalarning birortasini sizlarga ko'rsataman. Aks holda bizda juda ham ko'p bo'lgani uchun hammasini ham ko'rsata olmayman. Balki sizlar yozib qoldirsangiz, o'shalardan birortasini agar biz o'tadigan bo'lsak, ko'rsataman videosini. Shuning uchun do'stlar, mashqlarni yozib qolishingiz mumkin. Masalan, tankda yurish yoki RPGdan o'tish. RPGdan o'tishni ham obunachim so'ragan edi. Shuning uchun ham do'stlar, bugun RPGdan o'tishimiz kerakligi uchun videoni yoqdim. Aks holda bugungi video umuman boshqa narsa haqida bo'lishi kerak edi. O'rtoq komandir, hammasi tayyor. Ajoyib. Endi qurollarni topshir. Qolganlar navbati. Mana. Xo'sh. Endi esa buni yetiga olmishik. Bu kalash uchun emasmidi? Xo'p, mayli. Buni olishingiz mumkin. Hammasini olib qoling mana. Bo'ldi, hammasini topshiraman. Bunchasi nima qilasan? O'sha yuk mashinani ishda bor ekan, hammasini oldim. Tushunarli. Keyingisi. Yigitlar, hozir esa biz RPGdan ko'l tomondagi ana bu nishonga qarab o'tamiz. Bu yerda biz anchadan beri o'tamiz, shuning uchun ham u yerda maxsus nishon bor. Darb kelishing mumkin. Xo'p, bo'ladi, o'rtoq komandir. Ko'rinyapti, rishotkalar turibdi. O'shalardan o'tamiz, ana u yerdagi. Xuddi shunday, o'rtoq komandir. Xo'sh. Bu yerda RPG va ikkitadan olay. Okey. Xo'p, bo'ladi, o'rtoq boshliq. O'rtoq komandir. Yoshlar, bu yerda qanchadan beri yuribsan, lekin hali ham o'rgana olmading, Bo'la qol, RPGni o'qila. Ma'zur tuting, boshqa takrorlanmaydi. Mana, bo'ldi. To'g'ri qilyapmanmi? Hozir bunisini bosamiz va tayyor bo'ldi. Ana endi keyingi ustunga chiqib ol. Xo'sh, hozir yaxshi, og'irgina ekan. Bo'ldi. Ana shu nishonni otay, Xo'sh, yaxshi, qani, mana bunisiga hoppa. Tegdi, ajoyib. Endi esa keyingisini otib ko'r. Xo'sh, o'rtadagisinimi? Istaganingni. Hop, hozir. Yaxshi. Sig'di. Endi esa xo'sh. O'rtadagisini olishga harakat qilaman. Bo'la qol. Mana. Tegdi. Ajoyib. Endi esa joyiga qaytarib RPGni. Vince bilan o'rin almashasizlar. Xo'p, bo'ladi. O'rtoq komandir, bo'ldi, ketyapman. Vince, bu yoqqa kel. RPGdan o'tish navbati seniki. Xo'p, bo'ladi, o'rtoq komandir, boryapman. Xo'sh, olishim mumkinmi? Xo'sh. Mana. Oldim, o'qilayapman. Bo'la qol. Xo'sh. Yaxshi. O'qiladim. Xo'sh, ruxsat eting. Ruxsat etaman. Xo'p, bo'ladi. O'rtadagi nishon bo'yicha yaxshi. Tegdi. Yaxshi, ikkinchisini o'qlashing mumkin. Xo'p, bo'ladi. Mana. Tayyor. Endi chekadagisini mo'ljalga ol. Xo'p, bo'ladi. Mana. O'rtaga kesib qoldi. Tegdi. Yaxshi, qaytishing mumkin. Xo'p, bo'ladi, o'rtoq komandir. Bo'ldi. Yaxshi. Ketdi. Otish mashqlari tugadi. Endi esa mana buni haydab ko'rasizlar. Qurbaqaga o'xshar ekan. To'g'ri aytasan, ruxsatim ko'zlari. Darb, sen birinchi bo'lib boshlaysan. Men umuman olganda haydashni bilmayman. O'rganib olasan, kela qol. Xo'p, bo'ladi, o'rtoq komandir, nima qilishim kerak? Birinchidan batda ko'rib chiq va ustiga chiqib ol. Xo'p, bo'ladi. Bu yana nima bo'ldi o'zi? Qanaqa mashina bu? Harbiy mashina, Strelabr. Ajoyib. Nima qiladi? O'qimaganmiding? Rostini aytsam, o'qigandim. Ajoyib mashina odam tashishga, shundaymi? Yo'q, bu yuradigan PVO, u raketalar uchiradi. Havo, yer obyektlari bo'yicha. Ajoyib, lekin ishlatishni bilmayman. Senga ishlatib hech kim aytgani yo'q. Haydab ko'r, o'rgan haydashni. Jin ursin, qanaqasiga? Mayli, hozir chiqib olim. Menga bu yerda qanaqadir bagli predmet va o'q berishdi. Bosa ko'rma. Nimaga? Otib yuborishi mumkin. Bu bagli predmetchi, raketnicani ko'taradi. Tushunarli. Xo'sh, lyukdan chiqib oldim. Mayli, hozir yaxshi, unchalik qiyin emas ekan. Xo'sh, yaxshi. Haydayapman. Albatta, axir Minecraftdamiz. Bu gapingiz ham to'g'ri. Xo'sh, endi esa oldinga qarab, sekin burish kerak. Qo'lga tushib ketmasam bo'ldi. Sekin do'stlar.
Yaxshi, yaxshi. Lekin ovozi ham juda baland ekan. Xo'sh. Do'stlar, hozir tepaga chiqib ko'ramiz. Bemalol chiqib ketyapti. Albatta, chunki g'ildiraklari mendan ham katta. Yaxshi, xo'sh, endi esa yer ko'rinmayapti. O, yo'q. Yo'q, joyida ekan. Yaxshi. Juda ham balandga chiqib ketmasligi, ayniqsa u tarafga o'tib ketsam, do'stlarimni topa olmay qolishim mumkin. Yigitlar, boryapman. Bizni mashinamizning yonida bu juda ham katta va realistik ko'rinyapti. Sekin. Tormoz. Junursun, tormoz bosilmayapti. Oyog'im yetmayapti. Hozir. Bo'ldi. Juda ham boshqarish qiyin. Yaxshi do'stlar. Men mashinalardan uzoqroq turaman. Aks holda juda ham yomon bo'ladi. Dronni bosib ketishim sal qolibdi. O'rtoq komandir, hammasi bo'ldi, yaxshimi? Lekin mashina uzoqqa qolib ketdi. Qaytarib olib kel. Yana haydashimga to'g'ri keladimi? Junursun. Qo'shqon botib qolay debdi. Haydab kelishim shart, Junursun. Mayli. Lekin juda ham qo'rqib qoldim, chunki ham og'ir mashina ekan, ham tez yuradi. Jonchilik tez emas, lekin qo'lga tushib ketishim mumkin edi. Olib kel. Hop. Mayli. Unday qaramanglar yigitlar, juda ham. Hali o'zingiz haydasangiz ko'rasiz. Mayli, bo'pti. Olib kelaman. Nabiramni sizning qaramog'ingizga topshirib ketaman, ofitser. Unga yaxshi qarang, tushunarlimi? O'zi shunday, o'rtoq general. Hammasi siz aytganingizdek bo'ladi. Ko'nglingizni to'q qilishingiz mumkin. Yaxshi, sizga ishondim. Menga ishonishingiz mumkin. Xo'sh, ketikmi, janob Mark? Albatta, bobojon, yaxshi qoling. Anrog'i yaxshi yetib oling. Ajoyib. Xo'sh, bazamizga xush kelibsiz, janob Mark. Katta rahmat. Men qayerda yashayman? Shu yerda bir yaxshi yigitning yonida. Bu yerda ko'pchilik bo'lib yashashmaydimi? Yo'q, bu juda ham yaxshi ta'minlanadigan maxsus tayyorgarlik punkti bo'lgani uchun hamma alohida yashaydi. Ovqat hammasi o'z joyida. Menga juda ham yoqyapti. Albatta, bu yerga kelishni orzu qilishadi. Xo'sh, mana bu sizning xonangiz. Deraza singaniga e'tibor bermang, shunchaki o't ochishganda, o'q bir ikkitasi tekkanda. Mana bu sizning joyingiz. O't ochishganda? Bizda bo'lib turadi. Otish mashqlari shunda yaqin almashtirib ketishadi, xavotir olmang. Tushunarli. Avtomatingizni berishingiz mumkin. Yo'q, bu shunchaki menda qolsa yaxshiroq bo'ladi. Mayli, janob Mark, o'zingiz bilasiz. Mayli, siz shu yerda narsalaringizni qo'yib joylashingiz mumkin. Shkaf, stol, stul hammasi sizning qaramog'ingizda. Buni esa ta'mirlab ketishadi, men aytib qo'yaman. Xo'p bo'ladi. Yaxshi qoling. Boshimizga shu yetmay turganda. Jennerson. General, nimaga buni tashlab ketingiz bizga? Biror nima qilib uni bu yerdan yo'q qilish kerak, aks holda hammani boshini og'ritadi bu. O'ylab ko'rish kerak. Qanday qilib buni yo'qotish mumkin? O'rtoq ofitser, sizda yana bir savolim bor edi. Quruqtib yubordingiz. Kechirasiz, bog'im ketdilarmi? Menimcha g'alim shu yerdalar, sizangiz borishingiz mumkin. Xo'sh. Menimcha ketmabdilar. Mayli. Men sizdan so'ramoqchi edim, oshxona qayerda? Oshxona hozir kela qoling. Shuni o'zi ko'rsatmoqchi edim. Oshxona mana bu yerda, ana shu yerda ovqatlanamiz. Yaxshi, hojatxona-chi? Hojatxona mana bu yerda. Buni orqasi esa otish maydoni. Yaxshi, ajoyib.